Assalomu alaykum aka-ukalar, qarang. Polni resantalar kelgan. Любой xil modeldan bu yerda 6 vadnom, mana pol avtomat narxi bilan hamma PN professionalni misol uchun Telux A variantlar, Moyka ko'p polni yangi tovarlar kelgan. Bitta likedan bosib, kanalga podpiskani bosib do'stlaringizga tarqatib qo'yasiz, qarang. Mana shunday 6 vadnom 6 tasi bu yerda. Shes vadnom deganda alyumin bormikan, yo'qmikan? Mik bor ekan, tipi, nasatkasi yo'q. Alyumindan suvarka qilar ekan 25 ming rubl. Internetdan o'rganib chiqasizlar, mana modeli 25 ming rubl. Pol komplektda, pol avtomat, gaz, begaz farqi yo'q, mana shunday. Mana shunday variant resantamiz, 2 yil garantiyasi bor, qarang. 08, 01 har xil simlarda tik elektrod farqi yo'q, gaz, begaz bemalol. Endi buni 10 minglik, 5 ming, 6 minglik variantlar ko'p. Bu yerda samый главный ko'kalar mana qarang. 4 ming rublga svarishni apparat. Bu ke. Nimaga deganda mana bu bir qarashda mana kompakt uy sharoitiga faqat eng ko'pi 3 lik elektrod varid qiladi, undan ko'p emas. Undan balandini varid qila olmaydi. Navoda qizib ketsa, o'zi o'chib qoladi, yana yonadi. Uyga bitta o'zingizga svarkan bo'lsa, misol uchun bir kichkina ishlarga, zabor, pabor, o'zingizning ishingiz uchun bo'ladi. 4 ming rublga arziydi. Mana kamtukka ham ishlaydi. Ke kompakt. Endi bu yerda qarang. Bu yerda hamma biladigan o'sha 160 mana A, 160 A 5,5 ming rubl, qarang. Endi men sizlarga 160 ni 196,5 ming bu yerda mana. Bu ham A 196,5 ming rubl. 190, qarang, aytaveramiz. 190 PN, mana сварочный аппарат, инверторный, работает от 140 volt. Mana 140 voltdan aka-ukalar ishlaydi. PN degani bu пониженный kamtukka o'zini ichida stabilizatori 140 wattgacha tushib ketsa ham o'zida stabilizator bor. Bu shuning uchun обычный svarka A 6,5 ming bo'lsa, bu 10 ming rubl. PN пониженный напряжениyaning esa 220 si bo'lsa 14 ming rubl. Mana bu необычный ikki xil rejimda ishlaydi. Telux mana professionalni svarishni apparat mana. Ekranda polni ko'rsatib turadi. Buni ekranda ko'rsatmayotgan variantlari 11 ming, 10 ming rubl. Shuni adashtirib qo'ymang. Internetda ko'rib siz qimmat aytdingiz, u yoqda arzon ekan. Bu professionalni ekranda ko'rsatayotgan mana shunday knopkalardan regulirovka har xil rejimga bo'ladi. Bu esa 15 ming rubl, 250 ga usta akalarga. Atak обычный 250, 10.500 rubl, 220 mana 7,5 ming rubl. Bular A variantlar. Mana A deb hozir korpusiga yozmaydi. Yana bir marta aytib o'tib ketaman. Bu eski variantlarga yozilgan. Yangilarga yozilmaydi, chunki poddelka qilmasin deb. Mana 250, bu ham A, faqat korobkaga yozilgan. Mana korobkaga yozib qo'yadi A. Endi Moyka mana 200 lik 16 ming rubl B, orqasida baraban. 170 ga kelsak 11 ming rubl aka-ukalar, 11 ming rubl. Mana endi mana bu yerda 3 ming rublga mana shunday neobычный, buni hozir ko'rsatib ko'rsatamiz. Qarang qanday sepadi. Ko'ryapsizmi? Apreskvitel. Haqiqatan realni zo'r. Arzon narxda 3 ming rubl, 3,5 ming rubl, ikki xil variant. Bittasi esa e'tibor beramiz 12 litr, bittasi 16 litr. 16 litrligi 500 rublga farq qiladi. Faqat katta bo'lgani uchun akkumulyatorni 4 soat to'xtatmasdan ishlatsa bo'ladi. 4 soat mana shunday orqaga osib olasiz. O'zida akkumulyator bor. Komplektda zaryadniki bor. Mana обычный 220 ga zaryadga ham qo'yib qo'yasiz. 4 soat to'xtamasdan ishlatsa bo'ladi. 3 ming, 3,5 ming rublga mana shu qiziqmi, shundan ko'p so'rardi, olib kelib qo'ydik. Mana количестволар bor. Endi mana bu tomonda polni yangiliklar Koyaldan kelgan. Mana Koyaldan hozir vitrinada men sizlarga shogirdlar sabrat qilgan bo'lsa bir bez montaj video qo'yay dedim. Bez montaj. Buni qo'ygan saharmi? Nimalardi? Qaysi tomonda? Realni. Keyin mana bu yerda 6 vadnom. E'tibor beramiz. 6 vadnom. Hozir narxi 12 ming rubl aka-ukalar. 6 vadnom. Bu makitani poddelka varianti. Kesmasdan shunday montaj qilmasdan qo'yasan. 6 vadnom deganda nima kiradi?
Mana zapas shinasi, mini pila, diskovый pila, diskovый pila, 4 ta batareyka. Bitta zaryadni ko'ryapman hozircha. Tagida yana bitta zaryadnik. Keyin shurpoyor, bolgarka, gayka va perforator. Bitta perforatorni ishlatib ko'rsatay sizlarga. 12 ming rublga 6 xil narsa. O'tgan yil olgan, ishlatgan aka-ukalar kommentariyga yozib qo'yasizlar. Shu boshqa batareykada datchik bor, zaryadini ko'rsatadi. Uy sharoitiga cho'tka, bu professionalni stroykaga bo'lmaydi aka-ukalar. 5 shotishni suvga ham ishlaydi, uy sharoitiga normalni. Buni esa boshqa xil turda variantlari ham bor. Keyin mana bu kelgan. 2,5 ming rublga. Qana bu, yo'qmi buran? Ana. E'tibor beramiz. Moshni, 2500 rublga qaychi kelgan. Endi bu tomonda mana. Buni variantlar ko'p. Dash 5000 rublga bor, ikkita batareyka bilan 6,5 ming rublga bor. Bu faqat uy sharoiti. Professional variantlar sразу же narxi farq qiladi. Buni narxi 13 ming rubl. Keyin mana yana professional variant 4 taliga. Bu ham 13 ming rubl. 13 patronda moshni 4 ta 4 amperlik batareyka, ikkita mana bunday zaryadnik bo'ladi. Bitta emas, ikkita. Kimdir hozir kampligidan bittasini. Bu vitrinli variant mana. Bolgarkalar ham har xil rejimda ishlaydi. 3 xil rejim. Perforator ham 5 shotishli. Keyin mana bu tomonda 4 talik, bu 18 ming rublga, bu professional. Mana bu yerda 6 talik bor. Bu esa 28 ming rublga mana bu 6 watt nomli moshni varianti ham bor. Mana bu yerda 5 shotishni. Mana shunday shotki. Ichida buni ham perforator, bolgarka, shurpoyor, gayka, sirkulyarka hamma narsasi bor tagida mana. Полностью professional variant, не только arzon narsa, kimdir bizni biladi, kimdir bilmaydi. Magazinda hamma narsani arzoni, hamma narsani qimmati, любой xil variantlarimiz bor. Kamerachi yiqilib ketmaysan. Endi mana необычный bolgarka. Qarang, shunday moshni. Bu 3,5 ming rubl. Ruchka tonki, регулировка скорость bor. Mощностьga kelsak, adashmasam, mощность 1200 watt. Saligina ko'proq yozib qo'yibdi akalar. 1200 emas, 1000 watt. Haqiqatan 1000 watt bo'ladi. Endi mana bu tomon 3000, 3,5 ming shurpoyotlar, diskovый pila, hamma narsa Filisat, Filmax aksiyada perforatorlar, kimda xabari bo'lmasa, bizda 2,5 ming rublga ham perforator, mana 5 ming rubl Filmax hozir aksiya ketyapti. Filisatlardan 7,5 ming, hamma xil shtrabarez, любой xil отбойникlar, jiraflar 8 ming, 10 ming, 25 ming, pilisoslar. Pilisoslar misol uchun 25 ming rublga ham bor. Mana bu yerda 9 ming rubl, mana bu yerda ham 21 ming rubl. Keyin bu tomonda naborlarimiz. Pilisosda arzon varianti mana 5,5 ming, 5 ming, 7,5 ming, 9 ming rubl. Любой xil, kimdir magazinni bilmasa, adreslar metro Marino 5-vaqt, metro To'pliston 4-vaqt, ish vaqti soat 9 dan kechqurun soat 10 gacha. Telefon nomerlari ekranda bo'ladi. Keyin Telegram kanalda ham silkasini kommentariyaga qoldiraman. Ko'p narsalar 90%, 80% tovar Telegram kanalga rasm bilan joylashtirilgan. Kimdir tushunmasa o'tib bemalol ko'rishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.